Tayyorlanishi osonga o'xshagani bilan o'xshatish juda ham qiyin bo'lgan shirinliklardan bittasi makaron shirinligini bugun sizlar bilan o'rganamiz. Sitamizdagi saharli pudra, bodom unini solib, yaxshilab sitadan o'tkazib olamiz. Oxirida bodom yirik joylari qolgan bo'lsa, ularni ham qo'shib yuboramiz. Rangi faqatgina quruq rangdan foydalanamiz, ya'ni parashokli rangdan. Quruq massamizni aralashtirib qo'yganimizdan so'ng alohida idishda tuxum oqiga shakar oz-ozdan solib, bezak holatida ko'pirtirib olamiz. Endi quruq massamizga tuxumli massamizni ikkiga bo'lib solib, lopata yordamida aralashtirib olamiz. Massamizni makronaj holatiga kelganda aralashtirishni to'xtatamiz, chunki suyulib ketishi kerak emas. Makaronsimiz razmerlari bir xilda chiqishi uchun shunaqa qolipda es tushirib olsak bo'ladi. Makaronslarimizni hammasini chiqarib olgandan so'ng xona haroratda 15-20 daqiqaga qoldiramiz. So'ng duxovkaga qo'yamiz. Duxovka graduslarini opisaniyada yozib qoldiraman. Makaronslarning orasiga asosan ganash kremdan foydalanamiz. O'rtasiga esa xohlagan nachinka tayyorlab solsanglar ham bo'ladi. Ganash retseptini ham to'liq opisaniyada yozib qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa, duo qilib qo'ysanglar xursand bo'laman.